Subhanalloh kalimasi. Subhanalloh kalimasi deydilar, yer va osmonni nurga savobga to'ldirib yuboradigan kalima. Rasululloh tilga yengil kalima, qiyomatda tarozida og'ir lekin. Qabrda yotgan insonlarning eng katta orzusi bilasizmi nima? Bu dunyoga bir marta qaytsa-yu, bir marta subhanalloh debosa. Siz bilan meni eng katta orzuim hozir nima? Mashina olish, uy qurish, mol dunyo to'plash. Ammo qabrda yotganlar, ularning orzu amali qani hayoti dunyoga bir oniya, bir daqiqaga, bir sekundga qaytsa-yu, bir marta shu Allohu akbar yo subhanalloh yo alhamdulillah debosa. Bir marta subhanalloh deb olishga zor ular. Ana shu mayyitlar zor bo'lib yotgan vaqtlar bizda hozir suvdaqa tekin o'tib ketyapti umrlarimiz. Subhanalloh kalimasi shunaqangi ulug' kalima.